Videoni ko'rishdan oldin birinchi kommentariyaga kirib, nechta farzandinglar bo'lishini xohlashinglarni yoki nechta farzandinglar borligini yozib ketinglar. Keyin bu videoni ko'p farzandim bo'lsin degan insonlarga yoki ko'p farzandli insonlarga tashlab qo'yinglar. Like bosh esingizdan chiqmasin. Bugun juda ham quvonchli kun bo'ldi. Bugun jiyanim bir emas, qo'shaloq farzandli bo'ldi. Hasan Husan o'g'il tug'di, umri bilan bergan bo'lsin. Hali o'zim tablaganim yo'q, endi tablab qo'yaman xudo xolasa. Qizig'i shundaki, shu jiyanim har doim gapirib berardi, kamida 10 ta farzandim bo'ladi. Buvimdan o'tib ketaman derdi. Mana onamga endi 6 ta qiz, 3 ta o'g'il, 9 ta farzand ular. Shu buvimdan o'tib ketaman desa, biz har doim hazillashyapti, prikol qilyapti deb o'ylardik. Yo, niyat qilgan ekan, Allohim xudo xolasa mana qo'shaloq farzand berdi. Hozir shu qiz jiyanimning nechta bolasi bor deb o'ylaysiz? Shu jiyanimda hozir уже 7 ta farzand bo'ldi. 7 ta farzand, 4 ta qiz, 3 ta o'g'il. Ya'ni kattasi hozir endi mana 1-sinfga o'zi bu yil 1-sinfga chiqqandi. Qolganlari hammasi 1 yosh kichkina. Hozirgi ota-onadan so'rasanglar ham nechta bolang bo'lsin desangiz ham bitta, ikkita, uzoq bilan 3 ta bo'lsin deydi. Tasavvur qilasizlar, 7 ta bola, 7 ta bolaning ichida yashash ota-onasiga sabr bersin. Shunaqa farzandli bo'lish hammamizga ham nasib qilsin. Shu jiyanimni ham hamma o'ylagan niyatlariga amalga oshsin. Kamida 10 ta 15 ta farzand bo'lish nasib qilsin. Hammamizga ham ota-ona bo'lish nasib qilsin. Shunaqa ko'p farzandli bo'lmoqchi bo'lgan tanishlarga yuborib qo'yinglar mana shu videoni. Rahmat.